Munosabatlaringizda qanday yo'l tutishingiz kerakligi haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Muhim suhbatlar, maslahatlar yoki sud ishlari bilan aloqali jarayonlar bo'lishi mumkin. Hujjatlar bilan bog'liq ishlar bilan yurgan bo'lsangiz, bu jarayonlar yakunlanishi mumkin. Yaxshi odamlar hayotingizga kirib kelishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz yoki hamkoringiz sizni qo'llab-quvvatlashiga guvoh bo'lishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Kundalik hayotingizni tartibga solish vaqti keldi. Yangi ish boshlashingiz yoki sog'lom turmush tarziga qaytishingiz mumkin. Savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, kutgan mablag'ingiz sizga kelishi mumkin. Foydali kelishuvlar bo'lishi kutilmoqda. Ayrim narsalarni ortiqcha o'ylamay, oqimiga qo'yib yuboring. Avvalgi davolanish turlaringiz sizga foyda keltirishi mumkin deb ko'rinmoqda. Ijodingiz kuchayadigan, e'tiborni tortadigan davrga kirib bormoqdasiz. Ko'proq ko'rinishingiz mumkin. Qiziqishlaringiz va iste'dodlaringizni ishda foydali tarzda ishlatishingiz mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, siz bilan yaxshi til topisha oladigan aqlli va jozibali inson hayotingizga kirib kelishi mumkin. Oilali bo'lsangiz, farzand ko'rishni istashingiz mumkin. Farzandlaringizning rivojlanishi va qulayligi uchun investitsiya qilishingiz mumkin. Dam olish rejalari tuzish uchun ham yaxshi vaqt. Juda charchagan bo'lsangiz, o'zingizni mukofotlash vaqti keldi. Agar oila, meros yoki uy-joy bilan bog'liq sud ishlari bo'lsa, bu davrda yakunlanishi mumkin. Uyingizni ko'chirishingiz, ta'mirlashingiz yoki tartibsiz hayotingizni izga solishingiz mumkin. Yaqinlaringiz sizga yordam berish ehtimoli bor. Eski aloqalarni uzish, yomon odatlarni tashlash uchun bu to'linoy yaxshi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ichki dunyoyingizni tozalab, hayotingizda yangi sahifa ochishingiz mumkin. O'tmishda hal bo'lmagan suhbatlar yoki qarama-qarshiliklar bo'lsa, bu safar ular yakunlanib, siz huzur topasiz. Muloqotlaringiz tezlashadi va miyangizda yangi yorqin g'oyalar paydo bo'ladi. Muhim bo'lgan shartnoma imzolashingiz mumkin. Internetdagi sarmoyalaringiz sizga foyda keltiradi. O'qish, safar yoki ko'chish rejalari uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkin. Oldindan buyurtma qilish ishlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. O'zingizni atrofingizdagilarga to'g'ri tushuntirsangiz, deyarli hammani ishontira olasiz. Fikringiz aniq va hislaringiz kuchli bo'ladi. Yuzma-yuz suhbatlar uchun qulay davr bo'lishi kutilmoqda. Moliyaviy holatingizni yaxshilashingiz mumkin. O'zingizning qadriyatlaringiz haqida shubhalaringiz bo'lsa, ular aniq bo'ladi. Xarajatlaringizni muvozanatga keltirishga harakat qilasiz. Agar qarzlaringiz bo'lsa, ularni to'lash uchun imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Hattoki kutilmagan mablag'lar qo'lingizga tushish ehtimoli bor. Ish haqingiz oshishi ham mumkin. Sovg'alar yoki takliflar sizni quvontiradi. Estetik qobiliyatingiz bilan ko'zga tashlanasiz va san'at bilan shug'ullanish uchun juda mos davrdasiz. Hayotingizni ko'plab sohalarda o'zingizni anglab yetishingiz mumkin. Muhim qaroringizni boshqalarga ham e'lon qilishingiz mumkin. Imtihon yoki suhbatdan muvaffaqiyatli o'tish ehtimolingiz bor. Tashqi ko'rinishingiz va xulq-atvoringiz bilan boshqalarda yaxshi taassurot qoldirasiz. Munosabatlaringizda tenglik va adolat tiklanadi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, turmush qurishga qaror qilishingiz mumkin. Sizga loyiq bo'lgan insonlarga ko'proq e'tibor qaratasiz. Zararli munosabatlarni tugatish uchun ham juda qulay vaqt bo'lishi kutilmoqda. Do'stlaringiz bilan munosabatlaringizni mustahkamlash va yangi yaxshi insonlar bilan tanishishingiz mumkin. Ko'p odam yig'ilgan joylarga va tadbirlarga borishingiz mumkin. Bayramlar, bazmlar yoki turli tadbirlar bo'lishi, shuningdek, ijtimoiy sohada yetakchilik qilishingiz mumkin. Ishingizdan oladigan daromadingiz oshishi mumkin. Katta homiylar sizga ish taklif qilishi yoki mashhurligingiz ortish ehtimoli bor. Katta daromadlar bo'lishi, moliyaviy tomondan yaqinlaringizga saxiylik qiladigan davrga kirib borishingiz mumkin deb ko'rinmoqda.
Karyerangiz va jamiyatdagi mavqeingiz bilan bog'liq muhim o'zgarishlar oldinda turibdi. Mas'uliyatingizni qayta ko'rib chiqib, ortiqcha ishlarni chetga chiqarishingiz mumkin. Kasbingiz bilan bog'liq jihatdan yangi bir guruhga qo'shilishingiz mumkin. Ishingizga bo'lgan qiziqishingiz kuchayadi. Loyihalaringiz yakunlanishi mumkin. Siyosiy sohada katta muvaffaqiyatga erishish ehtimolingiz bor. Ko'chmas mulk sotib olish, meros masalalarini hal qilish yoki ofisingizni ko'chirish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkin. Hayotingizga bo'lgan qarashlaringiz o'zgarib, yanada falsafiy fikrlashni boshlaysiz. Imkonsiz tuyulgan voqealar ro'y berishi mumkin. Siz hech qachon unutib bo'lmaydigan joyga sayohat qilishingiz mumkin. Yangi tajribalar beradigan, yo'l ko'rsatuvchi chet elliklar bilan tanishishingiz mumkin. Munosabatlaringizda o'sish va rivojlanishingiz ko'zga tashlanishi mumkin. Sizning optimist va hayajonli ruhiy holatingiz boshqalar tomonidan his etilishi mumkin. Akademik faoliyat va huquqiy jarayonlarda omad sizning yoningizda bo'lishi mumkin. Erkinlikka erishishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Bu davr sizning ruhiy rivojlanishingizga katta yordam beradi. Adolat o'z o'rnini topadi. Agar sizda sirli dushmanlar yoki siz bilan raqobatda bo'lganlar bo'lsa, ular fosh bo'lishi mumkin. Ilohiy yordamlarga ochiq bo'lasiz. Hayotingizda sizga yo'l ko'rsatadigan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Ruhiy yaqinlik his qilishingiz mumkin bo'lgan insonlar bilan tanishasiz. His-tuyg'ularingiz kuchayadi. Bu davrda ma'naviy va ijodiy ishlar bilan shug'ullanish foyda keltiradi. Yolg'izlikka chekinishingiz, boshqa shahar yoki davlatga sayohat qilishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Moddiy yoki ma'naviy qarzlaringizni to'lash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Boshqalar bilan bo'lishgan resurslaringizda notekisliklar bo'lsa, adolat tiklanishi mumkin. Bonus mukofotlar olish imkoniyatingiz mavjud. Kompensatsiya, investitsiya yoki sug'urtalar orqali mablag' ishlashingiz mumkin. Go'zallik uchun bitta o'zgarishdan o'tasiz. Hislaringiz bu davrda kuchayadi. Odamlarning ichki niyatlarini o'qishingiz osonlashadi. Insonlarni chuqur tushunadigan va ehtiroslar mavjud bo'lgan ishqiy munosabatlarni boshlashingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.